O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Joriy yilning 19 va 22 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati, Andijon viloyatlarida sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.